Hammaga assalomu alaykum do'stlar. YouTube taraqqiyot kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlar YouTube taraqqiyot kanalidasizlar. Xo'p do'stlar, bu yangi kanal, shuning uchun podpishka qilib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Video keng tarqalishi uchun like tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Xo'p do'stlar, bu kanalda sizlar noldan YouTube'da daromadga chiqasizlar. Ya'ni do'stlar, noldan yo'nalish tanlaymiz. Noldan yo'nalishga moslab kanal ochamiz. Kanalga video yuklaymiz, videolar yasaymiz. Xullas do'stlar, shunaqa narsalar qilamiz. Xo'p do'stlar, undan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar do'stlar. Bittadan mana view Telegram kanal qilsak, mana do'stlar, Telegram kanalim hali obunachi yo'q, chunki hali men video qo'yganim yo'q YouTube'ga. Hali men post yozganim yo'q kanalimga, chunki hali obunachi yo'q. Sizlar o'tsalaring albatta yoziladi, postlar boshlanadi. Xo'p do'stlar, bo'lmasam biz sizlar bilan bugun 3 ta yo'nalishda Amerikan yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik. Birinchi yo'nalishimiz Alien Dance yo'nalishi. Alien Dance yo'nalishi do'stlar 19 soatda 208 ming prosmotr yig'yapti. RPM ham baland yo'nalish do'stlar. Oddiy telefonda CapCut orqali video qilasizlar. Juda zo'r yo'nalishlarda do'stlar. Biri 2 million, biri 1 million, xullas вообще bomba yo'nalishlar, bomba. Keyingi yo'nalishimizga o'taylik. Bu Alien Dance yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsa, mana videosini ko'rsak, oddiy videolar. Keyingi yo'nalishimiz do'stlar McQueen yo'nalishi. O'sha hamma yoqda trendda bo'layotgan McQueen. Bu yo'nalishimiz ham do'stlar juda oson yo'nalish. Oddiy sun'iy intellektda tayyorlanadi. Ko'rayotgan bo'lsalaring 3 haftada 2,5 million ko'rish yig'yapti. Videoni ko'rsanglar ham unaqa qiyin emas. Sun'iy intellektda oddiy prompt, masalan, tayyor prompt beraman. Uni sayt yuklaysizlar, sayt sizlarga video beradi. Ularni birlashtirasizlar, YouTube'ga qo'yasizlar. И потом bum, million ko'rishlar olib keladi. Keyingi yo'nalishimiz do'stlar King Games. Bu hozir kanal. Shu 51 million obunachisi bor ekan. Salkam 5 million ortiq obunachisi bor ekan. Bu kanalda videolarini ko'radigan bo'lsak, shorts yuklamas ekan, faqat videolarda do'stlar 95 million bitta videosi 95 million ko'rilgan. 76 million, 65 million, 60 million, 44 million, 42 million, hop 42 million, xullas millionda do'stlar videolari. Do'stlar, sizlar bilan hozir biz 3 ta yo'nalishda ko'rib chiqdik. Alien Dance, McQueen, King Games. Bu Monster Truck deb nomlanadi. Monster Truck bu oddiy o'yin o'ynab, ekran zapis qilib pul topasiz. Xo'p do'stlar, bo'lmasam sizlar kommentariyada qaysi yo'nalishda keyingi videolarimizni o'rgatishimizni yozib ketinglar do'stlar. Bugungi videomiz yo'nalishlar haqida bo'ldi. Keyingi videomiz do'stlar o'sha yo'nalishlarni biz sizlarga qanday yasalishini ko'rsatamiz. 3 ta yo'nalishdan bittasini tanlab olib, buni qanday tanlaymiz desanglar kommentariyada 1, 2, 3 deb yozib ketasizlar. Birinchisi Alien Dance, ikkinchisi McQueen yo'nalishi, sun'iy intellektda tayyorlanadi. Uchinchisi oddiy o'yin o'ynab topadi. Kommentariyada yozib ketinglar. 1 kimga birinchi yo'nalish qiziq bo'lsa birinchi, ikkinchi yo'nalish qiziq bo'lsa ikkinchi, uchinchi yo'nalish qiziq bo'lsa uchinchi. Xo'p do'stlar, bo'lmasam biz o'zimiz kanalimizga qaytsak, 7 ta obunachisi bor, lekin hali video qo'yilmagan. Bo'lmasam do'stlar, sizlar bilan xayrlashamiz shu yerda. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Videoga like bosib qo'yishni unutmanglar.